Ko'p yillik pauzadan keyin uzoq kutilgan maqsadlarim sari yo'lga chiqdim. 1,5 yil oldin rejamiz bo'yicha boshlashimiz kerak bo'lgan joyida operatsiya va travma sababli shu kungacha qolib ketgan edi. Bu sinovli davrda ko'plab juda ham arzon insonlarga vaqtimni va ilmlarimni afsuski besamar sarfladim. Va 2 oy oldin ustozim bilan qayta bog'lanib, onlayn tarzda mashg'ulotlarni boshladim. 3-oydan offlayn oldilariga Samarqanddan Toshkentga qatnab mashg'ulotlarimni davom ettiryapti. Bu inson hozirgi kunda ko'pchilik tanigan fitness murabbiy va motivator ustozim Ahad Xudoyorov bo'ladi. Maqsadim bilimlarim bilan birgalikda o'z tanamni kuchli qilib qurib mustahkamlash, kuchli va maqsadi aniq bo'lgan insonlar qatorida bo'lish, ko'plab yangi do'stlar va energiyaga to'la atletlar tanishuvi, birgalikda mashg'ulotlar qilish odamga faqat kuch, g'ayrat bag'ishlaydi. Ustoz aytganidek, O'zlarda gapi bor, burgut bilan uchmoqchi bo'lsang, indyuk bilan teng kelmaydi. Burgutlar o'zi kirib keldi, keyin birga uchib ketaverdi. Mayli, kam bo'laylik, indyuk pastda baqiraversin.